Doktor, egilsam belim og'riyapti. Yigilmi? Tavba. Следующий. Doktor, menga qanaqadir xabarlaringiz yo'qmi? Ikkita xabarim bor sizga. Bittasi, 1 oy umringiz qolibdi. Necha? Bir marta manikyurga ulgurasiz. Ikkinchisini ertaga aytaman, esimdan chiqib qoldi. Следующий. Qand miqdoringiz baland chiqibdi. Vo, tanangiz konfet ishlab chiqaryapti ekan. Следующий. Menda qanaqa kasallik ekan? Xas. Siz simptomlaringizni Google'dan qaradim. Ularkan. Следующий. Doktor, ukol qilib qo'yasizmi? Ukol? Ukoldan qo'rqaman. Nima qilsam yaxshi bo'laman? Maqatdan bilaman, sizga folminman. Следующий. Oshqozonim buzilganligi uchun yuzimga toshmalar toshyapti. Zo'r kosmetolog bor. Gaplashib bering. Chiyotga chista qilib qo'yadi. Shu dorilarni ichasiz. Yozgan dorilaringiz nimaga? Shamollashga? Mani qo'lim singan u. Ichuring shuni. Sizdan nima ketdi? Burnimning bitta tarafi bitib qolgan. Voy, shukr qilsangiz-chi. Bir tarafi ochiq ekan-u. Следующий. Doktor, tomog'im og'riyapti, nima qilay? Marojniy zahar kesadi.